Assalomu alaykum aziz va qadrli tinglovchilar. Bugun biz sizga MyGo.uz, ya'ni Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qanday qilib MyGo.uzda ro'yxatdan o'tish mumkinligi haqida qadamma-qadam yo'riqnoma bermoqchimiz. Bunda biz MyGo.uz platformasidan manba sifatida foydalanamiz. Bundan reklama qilish yoki boshqa biror maqsadlar ko'zlanmagan. Shunchaki fuqarolarimizga oddiy usullarda jarayonni qanday boshqarish mumkinligini ko'rsatamiz. Avvalo qurilmangizda mavjud brauzerlardan biriga kirish zarur bo'ladi. Endi bu Google Chrome, Yandex, Opera va boshqa shu kabi brauzerlar bo'lishi mumkin. Yoki umuman telefon orqali kirib MyGo.uzning ilovasidan ham foydalangan holda bu jarayonni qilsa bo'ladi. Aynan o'sha brauzeringiz orqali hozirda menda oynada ko'rinib turgan Yandex ilovasidan foydalanaman. Yandex brauzer orqali demak biz kiritishimiz kerak bo'ladi. my.go.uz shu kabi teriladi. Terilgandan so'ng demak bizda MyGo.uzda kirilgan oyna ochiladi. Shu oynada dastlab biz ana bu til qismini agar kimdadir rus tiliga o'tib qolgan bo'lsa, ingliz tiliga o'tib qolgan bo'lsa yoki qoraqalpoqcha tiliga o'tib qolgan bo'lsa, o'zbek tiliga tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Bundan keyingi jarayon mana shu yuqori demak o'ng burchakda shaxsiy kabinet degan qism to'xtabdi. Shu orqali o'tamiz shaxsiy kabinetda. Bunda bizga demak xush kelibsiz Yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga degan mazmunda e'lon chiqadi va One ID orqali kirish degan tugmasi mavjud. Shu demak One ID orqali kirish tugmasi bosiladi. Bizga qo'shimcha chiqadigan quyidagicha oyna paydo bo'ladi. Demak bunda biz dastlabki foydalanuvchi sifatida, hali ro'yxatdan o'tmagan foydalanuvchi sifatida tizimda akkauntingiz yo'qmi, ro'yxatdan o'ting degan ustun orqali o'tishimiz kerak bo'ladi. Demak, undan so'nggi jarayon raqamli hukumat foydalanuvchilarining yagona identifikatsiya tizimi, ya'ni kim ID.uz orqali biz ro'yxatdan o'tishimiz zarur bo'ladi-yu va bizda bu yerda qo'shimcha chiqqan men foydalanuvchi kelishuv bilan tanishib chiqdim degan ustunga galochkani belgilash kerak bo'ladi. Shundan so'ng ro'yxatdan o'ting tugmasi bosiladi. Bizda bu yerda jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami, bu ID kartalarimizning orqa qismida joylashtirilgan 14 talik va biometrikdagi eng ostki qismida demak tug'ilgan yil oy kunidan oldini bilan demak erkaklar uchun 3 bilan, ayollar uchun 4 bilan, oldagi pasportlarda hozir kecha kunduzda demak 5 va 6 xuddi shunday old qismida 5 va 6 ni qo'yish, 5 erkaklar uchun, 6 ayollar uchun demak 6 raqam orqali 14 raqamni sanab aniqlash kerak bo'ladi. Shundan so'ng pasport seriyasi kiritiladi va o'z navbatida telefon raqam kiritiladi. Telefon raqam kiritilgandan so'ng bu yerda demak SMS yuborish uchun imkon yaratiladi. Shu yerda e'tibor bering, telefon raqam aynan o'zingizni nomingizga olingan sim karta bo'lishi kerak. Aks holda demak bizda buni ro'yxatdan o'tkazish imkoniyati bo'lmaydi. Demak, bundan keyingi jarayon SMS yuborish jarayoni, SMS tasdiq kodini kutamiz. SMS yuborish qilgandan keyin SMS tasdiq kodini mavjud ochilgan oynada o'rinda demak terish kerak bo'ladi. Terib joylashtirgandan so'ng keyingi oynaga o'tadi. Aynan ma'lumotlar xavfsizligi nima qilgan maqsadda shu jarayonni hozir biz ochmayapmiz. Demak, SMS kodini tasdiqladingiz va keyingi jarayonga o'tdi. Bu yerda shaxsiy kabinetingiz uchun o'zing uchun parol yaratishingiz kerak bo'ladi. Parolni yaratdingiz va uni takror yozish orqali tasdiqlash
yo'nalishida demak siz jarayonni yakunlaysiz. Umuman jarayon yakunlangandan keyin endilikda sizda o'zingizga tegishli shaxsiy kabinetingiz bo'ladi va unda davlat xizmatlari orqali ID karta olish, nafaqa uchun ariza topshirish, ma'lumotnoma olish va yoki soliq qarzdorligini aniqlash yoxud umuman boshqa ko'plab xizmatlarni onlayn tarzda uydan chiqmagan holda demak amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. U xoh telefonda, xoh kompyuterda bo'lsin. Demak, shu afzallikdan foydalanishga qulaylik yaratiladi. MyGov.uz har bir fuqaro uchun qulay, tez va ishonchli yo'l. Bizning kanal orqali shunday video yo'riqnomalarni kuzatib boring va o'zingizga kerakli xizmatlarni oson va xavfsiz amalga oshiring. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va umuman yangi yo'riqnomalarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosing. Kanalimiz haqida do'stlaringizga ulashing. Keyingi video yo'riqnomalarimizda uchrashguncha salomat bo'ling. E'tiborlaringiz uchun rahmat.